Qanotchi restoranida 200 ming so'mga qanaqa ovqatlar yeb ketsak bo'ladi? Bu joy Toshkentdagi eng premium joylardan bittasi. Ichkariga kirishingiz bilan chiroyli qilib yasatib qo'yilgan go'shtlarga ko'zingiz tushadi. Restoran ichki zal va hovliga bo'lingan. Men ichkida tashqarida toza havoda o'tirishni xohladim. Lekin ichkari boru o'rmon ekan. Narxlar arzon emas ekan. 2 kishilik lapatga 712 ming. Birinchi choyimizga keldi mana. Birinchi ovqatimizga keldi, mastava. Qarang mana ichida nimalar bor ekan. Ha, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi mazasini ko'ramiz. Qo'y go'shtiga qatig'ini ham sovursak, menga yoqdi. Bunga 9 ball beraman, chunki yolroq a. Ikkinchi ovqatimiz ham keldi. Bu Qanot restorani firmini qanoti. Qanot yonida free kartoshka, salati, mana bu kolbasa bo'lsa kerak. Ko'rishini ko'rishingiz mumkin, yaltirab turibdi. Lekin mazasi zo'r ekan. Sal achchiqroq mazasi bor ekan. Yumshoq pishgan. Ichi ham xom bo'lib qolmagan. Bitta mastava, bitta qanotchi ovqatimiz 20% obslugasi bilan 202 ming 800 so'm bo'ldi. Biz qancha harakat qilsak ham baribir 200 mingdan oshib ketdi. Choy tekin ekan. Lekin joylar haqiqatan premium ekan, ovqatlar zo'r ekan. Kelganlar o'z fikrlarini qoldiringlar, kelmaganlar sizcha kelarmidingiz?